Assalomu alaykum hammaga. Bugun 87-elementimiz Fransiya bilan tanishamiz. Fransiya sharafiga qo'yilgan atom raqami 87 bo'lgan kimyoviy elementdir. Fransiyada kimyoviy belgisi Fr 1939-yili fransuz olimi Marguerite Catherine-Curie tomonidan kashf etilgan. Xarakteristikasi: atom raqami 87, atom massasi 223, normal sharoitda Fransiya qattiq, rangi kulrang, klassifikatsiyasi metall, elektromobiligi 0.7, qaynash temperaturasi 950 Kelvin yoki 677 Selsiyda bo'ladi. Erish temperaturasi 300 Kelvin yoki 27 Selsiyda bo'ladi. Zichligi 1.87 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Endi bu yoqqa keladigan bo'lsak, bu yoqda Fransiyada kimyoviy belgisi Fr, atom tartib raqami 87, nisbiy elektromobiligi 0.7, atom massasi 223, elektron konfiguratsiyasi 7s1 ni tashkil etadi. Tasviriga o'tadigan bo'lsak, Fransiya rudasi massasi 0.1 gramni tashkil etadi. Atom tuzilishida 87 ta elektron bor. 87 ta elektron atomda harakatlanadi to'xtovsiz. Atom markazi proton va neytrondan tashkil topgan bo'lib, 87 ta protoni bor va 136 ta neytrondan tashkil topgan bo'ladi. Bugungi o'rganadigan Fransiya haqida ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.